Salom do'stlar, sizlar bilan men Ryza Maxman. Bugungi videoda biz do'stlar, bugungi videoda sirli joyga boramiz. Sirli joy bu qanaqa joy ekan? Hozir YouTube'dan ko'rdim. Meni shorts ko'rib o'tirganimda chiqib qoldi, keyin o'shani to'liq videosiga kirsam chiqib qoldi. Mana shu yoqqa qaylasizlar. Keyin bu yoqqa qaylasizlar. Keyin to'g'ri yurasizlar. Bizim kim ekan-ku? Mayli amallaymiz. Shu bu yoqqa qaylab, mana shu yurgan yo'limdan yursanglar, o'sha joyni topasizlar. Urib oldim o'yladim. Bu yoqqa to'g'ri yurasizlar. Keyin qaylab bu yoqdan u bola o'rtog'ini olib kirgan ekan. Men olib kirmadim. Shu yoqqa sekin qaylamiz. Xudo xohlasa 10ta podpischik bo'lsam zo'r bo'lardi. Qo'llab tursanglar. Bu yoqqa bilganlar biladi, bilmaganlar bilmaydi. Endi car parkingda uzoq yil, 2-3 yildan beri o'ynab kelayotganlar biladi bu joyi. O'zim ham bilmasdim, yaqinda o'tkazdim car parkingni. Bu yoqdan sekin yursanglar. Mana keldik. Lokatsiya bo'yicha keldik. Urib oldim. Bu yerga mashinani sekin parkovka qilib qo'yamiz. Shu mashinamiz turibdi. Amatdan pul olamiz. Metallon ekan. Metallon. Zo'r. Rostdan metallon ekan mana. Ko'rsanglar bo'ladi, hamma ham metal. Mani ham mashinam metallonga topshirib olmasin, ketdik. Yana yesa mashinamiz uchadi hozir. Tezroq mashinamni qo'yib qo'y. Mana bo'ldi. Bu juda yaqin joy ekan. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Ryza Max bo'ldi.